futbol akademiyasi uchrashuvi yakunlandi. So'z navbatini Asror akaga beramiz. Asror aka, avvalambor bu tabiiy holat deb qabul qilasizmi? Qanday fikringiz? Endi fikr ko'pgina holatlarda ko'rsangiz hujumga chiqsak, raqib jamoa qo'pollikni to'xtatib qoladi. Ko'p hujumlarimizni biz sekinlik qildik chiqishga, hujumga chiqishga. Orqa bu markaziy himoyachilarimiz bosimni ko'tara olishmadi deyish mumkin. Bu futbolchi bosim uyushtiryapti, to'g'ri kelgan tomonga tepib yuborish, uni vaqti bo'lgan taqdirda ham bu futbolchining o'zining bu ko'proq kamchilik aytish mumkin. Bu tomonlama ruhiy ustunlik raqibda. Ular yengilroq, ular yosh, tajovuzkorroq futbol ko'rsatishdi. Biz baribir fiziologik tomonlama biz kattaroq, yakka kurslar ko'proq o'tishimiz kerak edi. Bir holatlarda raqib ustunlik qilishimiz kerak edi. Ko'rasiz, hamma holatlarda ham bunga erisha olmadik. Shuning uchun yosh jamoa o'ylayman bugun juda yaxshi futbol ko'rsatishdi. Bizda ancha qiyin o'yin kechkazishga to'g'ri bo'ladi. To'g'ri kelgan joyga ketib borish holatlari kuzatilyapsiz. Bunga asosan jamoaviy o'yin shakllanmagani hisobigami yoki o'sha to'pni oldirib qo'yish hadiki ko'pligi hisobidan nima hisobidan bo'lyapsiz? Endi aytaman, ko'pincha bir yil jamoa tuzib bo'lmaydi degan birinchi nomer bilan o'ynash, bu futbolchilarimizning ko'p qismi bu birinchi nomer, bu degani ustunlik qilish va raqibni bosimini yengish. Raqibni bosimini yengish bu hozir ko'ryapsiz, Pro Ligada eng bu birinchi talab qo'yiladiganda. Mana shu bosimni futbolchilar yenga olmayapti. Chunki ular bu davrgacha o'ylashimcha ko'plari bunaqa katta bosim ostida va birinchi nomer bo'lib turib o'ynagan jamoalarda to'p tepmaganda. Shuning uchun ham bu yerda ruhiy tomonlama ham futbolchilarimiz ozgina bugun siz ta'kidlaganday xato qilmaslik, bu o'sha bosim bularni ko'p to'g'ri kelgan tomonga tepib yuborishga sabab bo'ldi deb o'ylayman. Hozir jamoaga yangi futbolchilarni jalb etish maqsad qilganmisiz? Rahbariyat bilan o'rtaga masalani ko'ndalang qo'yib aniq bo'lganmi? Qandaydir olib kelish yoki olib kelmaslik masalasi? Endi hozir bizga kurashuvchan va bu yuqori temp, bu tezligi bor futbolchi va bosim uyushtiradigan hujumchi kerak. Ko'ryapsiz, bugun raqib himoyachilari bizni hujumchilarni bosimda yengil chiqib ketib qolyapti. Bu 19 yoshli, 18 yoshli bolalar. O'sha uchun o'ylayman, hujumda bizga tajovuzkor, bir bosim qila oladigan, yakka kurashlarda ustunlik qiladigan hujumchi yaqqol jamoamizga yetmayapti, bu to'g'ri bo'ladi. O'sha uchun bu tomonlama ishlab boryapmiz. Lekin bu yosh katta futbolchi yoki Superligada futbolchi yoki legioner futbolchi emasda, bu mahalliy bo'lish kerak. Chunki bu futbolchilar o'ylayman, Pro Liga tempiga va qora mehnat qilishidan biz ishonmayapmiz. O'sha uchun hozir qidiryapmiz. Variantlar bormi? Variantlar hozircha ko'p emas. O'sha uchun kutyapmiz. Kam variant, lekin bu transfer o'ynashga bo'lguncha ulgurib qolishimiz mumkin. Ularni soni nechta bo'lishi mumkin? Yangi futbolchilar. Yangi futbolchi biz bir hujumchi taklif qilish niyatdamiz. Yana savollaringiz. Assalomu alaykum. Jurnalist sharhlovchi Navshohda qo'zg'aldi. Ikkinchi bo'limda shogirdlaringiz biroz xotirjamlikka berilgandek taassurot qoldirdi. Siz tomoningizdan qanday ko'rsatma bo'ldimi yoki Yashil maydonda o'zini shunday tutdimi? Ko'rsatma sizga aytdim, ularda 15-20 minut, 15-20 daqiqa bu sergaklik yo'qotmaslik, bu konsentratsiya va bosim uyushtirish, yakka kurashlarda ozgina tajovuzkorlik. Chunki hakam ko'p tomonlarda hakamning ham qarorlari to'g'ri deb ayta olmayman, chunki futbolchilarga blok qo'yish, qo'lidan tortib ketish bu tomonlama futbolchilarda bu o'zining bu agar siz kuzatdingiz, ko'p maydon chetidan ularga ko'rsatma berish, baqirishga majburladi, chunki himoyachilarimiz aytgan ozgina bo'shashishdi, bo'shliq zonalar va raqibga bo'shliq bera boshladik, vaqt bera boshladik. O'sha uchun o'zimizni qiyin ahvolga keltirib qo'ydik. Rahmat. Sog' bo'ling. Savollar yo'qmi boshqa? Rahmat sizga, Asror aka.